To'xta. Qo'lingdagilarni qayerdan olding? Ha, maktabdan yaxshi o'qigan bolalarga pul berishayotgan ekan. Shu pullarga keyin mana shu shirinliklarni oldim. Esingda bo'lsin. Halol topilgan 1 so'm, harom yo'l bilan kelgan 1000 so'mdan qadrliroq. Men seni yaxshi inson bo'lib ulg'ayishingni istayman. Qaytib, cho'ntagimdan pul o'g'irlamagan. Bugundan boshlab har doim rostgo'y va halol inson bo'lishga va'da ber. Mayli dadasi, qo'ying, bolali qildi-da. Kekir ovqatingni yeb ol. Bugun och yotadi. Unga ovqat yo'q. Voy, qo'ysiz-chi dadasi, axir Sen ishlarimga aralashma. Bor kerak uyga. dadasi, bolaga buncha qattiq turmang. Men uni o'zimdan kuchli qilmoqchiman. Ertaga sizni yomon ko'rib qolsa-chi? Mayli, meni yomon ko'rsa ham. Ertaga hayot oldida bosh egmasin deyman. Bilasizmi dada? Yoshligimda sizni tushunmagan ekanman. Sizni qattiq qo'l deb yomon ko'rgan paytlarim bo'lgan. Lekin bugun bilsam, siz meni hayotga tayyorlagan ekansiz. Dada, mana shu uyni sizga oldim. Bu uyni devorlari g'ishta emas dada. Sizni umr bo'yi qilgan sabringizdan qurilgan.